Nolasi har so'zgacha o'ynar o'g'il qizgacha shu yallasi o'zgacha o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha qizlarining nozi bor Nozi bor, nozi bor. bulbuldek ovozi bor Ovozi bor, sozi bor. o'ynab tushib sozi bor kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha Yigitlar alqomat, aqomat ana qomat ko'ksi to'la shijoat. mana qomat aqomat Har kimga tilar omadi. kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha bilasizmi bilmaysizmi bilmasangiz kelmaysizmi bir ziyorat qilmaysizmi kitob degan joyimizni tatib sig'ir moyimizni ming yillik archasi bor avliyolar qanchasi bor osmon tomon barchasi bor kitob degan joyimizni ko'rmaysizmi oyimizni Qo'ynida ming chinori, oqmasa tandirchiz qadamida uzum zori. oba kemayız soya kemayız Siyohlari malhandori. kitob degan joyimizni ichib ko'ring choyimizni bunda toshlar tarix bitgan bizni million yilga yetgan dunyolarga doldi ketgan kitob degan joyimizni jovuzdagi soyimizni bilasizmi bilmaysizmi bilmasangiz kelmaysizmi bir ziyorat qilmaysizmi kitob degan joyimizni tatib sig'ir moyimizni davraga keling mehmon bo'ling Qashqadaryocha o'ynab kuling kitobga keling mehmon bo'ling Qashqadaryocha o'ynab kuling Yelima, jonima, jurtima, Qashqadaryo ilima, mehmon bayrab dilima, ilm bayram tuyig'a, do'mbiram olib keldima. sirlari Qashqacha o'ynab ko'zi qoshgacha Yana, jonima, qiliqlari boshqacha o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha yana, hayda bala jonima. keling keling mehmon bo'ling keling o'ynab kuling do'mbirasi yagona chanqovuzi durdona vatan ichra yagona o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha ming asrlik tarixining shodasi sarizongul rizongullar rizongul ravshan bo'ldi butkul chanqovuzing temir emas misoli jonli bulbul rizongullar rizongul zavqqa to'ldi butkul o'zligingga yarashgan uyg'ur vatanida o'ynab kul yurt madhini kuylab yasha bardavom bo'l rizongul yurt madhini kuylab yasha bardavom bo'l rizongul hey Aferin, rahmat. O'tirib olinglar, marhamat. Juda ham chiroyli, ajoyib ijro bo'ldi. Qashqadaryocha Qashqadaryocha. qo'shiq insonga ba'zi Menimcha boshqacha teletomoshabinlarimiz ham maza qilib Qashqadaryojasiga o'ynab olishdi. Hozir kayfiyatlari yuqori darajaga ko'tarilib, nima raqsga dedingiz tushib, Soqov? inson o'zi yoqtirgan qo'shiqni tinglasa yoki ana shu qo'shiqda agar raqsga tushadigan bo'lsa ham 10 ta tuxumni yeganning quvvatini olar ekan. Mutaxassislar aytib o'tishdi-da, shunaqa deyishgan Siz endi. ham unaqa ana ma'lumotlarga ancha qiziqib qoldingiz, Soqov. Albatta, sizga o'xshab boryapman asta-sekinlikda sog'lom hayotni targ'ib qilamiz u. Endi demoqchimanki, bu balkim shunchaki o'xshatish bo'lishi mumkin, lekin baribir ham inson boshqacha energiya oladi, mazza qilib raqsga tushsa, kuylasa, to'g'rimi? Chunki ruhiy ozuqa ko'proq oladi va bu albatta barcha tana a'zolariga ta'sir qiladi. Xuddi shunday. Juda ham yaxshi. Endi biz yuqoridagi savolimizga qaytamiz, Toshpo'lat aka. Mana ustozlar bilan birgalikda aynan Rizvongul nomi berilishi haqida, jamoani
o'sha necha yillardan buyon mana shu nom ostida faoliyat ko'rsatib kelyapti. Jamoamiz hali aytib o'tdik 1976-yilda tashkil bo'lgan bo'lsa, o'sha vaqtda sobiq ittifoq davrida yurtimizda qanaqangi o'sha xalq og'zaki ijodi, ya'ni folklor yo'nalishida berilgan unvonlar bo'lsa, barchasiga ega bo'lishgan. O'sha onaxonlarimiz, otaxonlarimiz ular televideniyalardan chiqishlar qilishgan, tadbirlarga ishtirok qilishgan. Keyinga kelib hozir mana yurtimiz mustaqil bo'lgandan keyin Rizvongul jamoamizga xalq havaskorlik jamoasi unvoni berildi. Bu jamoamizni nomiga kelsak, jamoamiz bir ramziy ma'noda Rizvongul. Biz keyinchalik Rizvongul deganmiz, lekin buni ustozlarimizdan eshitishimiz asli Rizvongul, ya'ni bu timsoliy mana tog' guli, xazon, rizon degani xazon gul. O'sha qadimda nima qilgan tog' guli xuddi chuchmoma, binafsha gullarga o'xshab tog' guli ma'nosini anglasa Demak, bo'ladi. shu kitob tog'larning gullarini Albatta. o'zida aks Tog' ettirgan. guli degan ma'noga o'shandan olingan bu. Juda ham yaxshi. Demak, har bir chunki jamoani o'sha nomlanishida ham gap katta. Baribir o'sha jamoada hozir aytib o'tdik-ku, har bir o'sha faoliyat ko'rsatadigan insonning o'zining o'rni bo'ladi deyilgan edik. Nomni ham katta o'rni bor. Shuning bilan birgalikda endi mana jamoaning mana bu liboslar haqida gaplashmoqchimiz. Aynan Toshpo'lat aka, liboslarni kim tanlaydi va kimlar bularni tayyorlashda yordam beradi shular xususida? Jamoamizning liboslariga kelsak, endi hozir biza to'liq bugungi dasturga jamoaning to'liq libos bilan ishtirok qila olmadik. Chunki jamoaning liboslari hozir yangicha talqinda hozir mana Ilyosjondan yaxshi taklif bo'lib, tez kunlarda yonasib yangicha libosda ishtirok qilish maqsadida liboslarimizni hozir o'zgartiryapmiz. Liboslarimizga kelsak, men juda ham ko'p joyga mana shu savolga javob berib kelganman. Bu kiyib turgan mana shu liboslarimizdagi har bir naqshlar faqat kitob Shahrisabz mana shu tog'ni hunarmandlarga o'zimiz o'sha taklif berib turib, masalan, do'ppimizdagi qalampir nusxa bo'lsin, anor ramzi tushirilgan kiyim, qizlarimizning kiyimiga ham mana e'tibor qilsalaring anorda. Biz o'zimiz shu ustozlar bilan birga o'tirib, shuni maslahatlashib kiyimlarni buyurtma berganmiz. Jamoani tarkibiga 2-3 xil liboslar bor. Har tadbirlarga qarab, chiqishimizga qarab turib, O'sha liboslar orqali ham endi o'sha urf-odatlar albatta aks etadi, to'g'rimi? Albatta. Kitobda shu anorni qanchalik zo'r yetishtirilishi haqida, to'g'rimi? hattoki kitobimiz anori haqida bizda hali ijro qilamiz. Shu Varganzani anori degan qo'shiqlarimiz endi. Keyin men bir narsadan faxrlanib aytsam bo'ladi, men shu Qashqadaryo farzandi bo'lganimda va Ilyosjon aytdi, oliygohga borib turib, o'zimizni qo'shig'imizni ijro qildi biz bilan birga o'sha shogirdlarimiz. Xalq og'zaki ijodi folklor fakultetini talabalar biz bilan birga ijro qildi. Bir faxrlangandik. Men respublikamiz qaysi joyiga borib, qanaqadir ko'rik-tanlov festivallarga borsak, bizni libosimizni ko'rgandan Surxondaryo. Xo'p, Surxondaryo deganga ham endi Qashqadaryo, Surxondaryo bular Hasan Husan ikkalasidir baribir. Lekin harakat qildik. Mana shuncha nimalardan keyin Qashqadaryoni, kitobni, mana shu tog'ni, qolaversa Rizvongul jamoasini libosiga e'tibor qilib, hali aytganimizdek, Ya'ni liboslarni ham tashrif qog'oziga aylantirishga harakat qildingiz. Albatta, liboslarimizni ham mana Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelsa, kiyimidan, libosdan ko'rib Qoraqalpoq Respublikasidan deymiz. Xorazm san'atini folklorchilari kelsa, albatta bular xorazmlik deb. Lekin Qashqadaryoni ham bizni ham ko'rgan vaqtda Qashqadaryo jamoalarini ham albatta kiyimlarimiz, liboslarimiz ajralib turishni xohlaymiz. Juda yaxshi. Ajoyib. Yaxshi yo'lni tanlabsizlar. Bu albatta o'sha aytganingizdek ko'rik-tanlovlardan, xalqaro miqyosdagi tanlovlarda ham aynan vohamizning o'ziga xos bir tashrif qog'ozi, o'ziga xos bir qadriyatlarni aks ettiruvchi namuna sifatida ko'rinadi ko'zga. Juda ham yaxshi. Endi hozir Nozimaxon bizni Fayzlikun Salom Telegram manzilimizga ham tabriklar keldi, nomalar keldi. Bizda shunaqa ajoyib hozir Telegram manzilimiz bor.
vohadoshlarimiz o'zlarini nomalarini yo'llashadi. Mana shu tabriklarni o'z egalariga yo'llab olsak-da, keyin yana suhbatimizga qaytsak bo'ladi. Demak, dastlabki tabrik. Assalomu alaykum Fayzli kun ijodkorlariga. Bugun mening mehribon ukajonim Ruhiddinni o'g'li, ya'ni Nuriddinjonni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, ota-onasi orzu qilganidek farzand bo'lsin deb Dinovdan ammasi Qunduzxon, pochchalari Shuhratjon aka, qolaversa akalari Elnurbek, Imronbek hamda opasi Sarafroz Solihaxonlar tabriklab qolamiz debdilar. Juda ham chiroyli tabriklar, yaxshi niyatlar uchun tashakkur. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Fayzli kun ijodkorlari, sog' salomatmisizlar? Har bir oilada alla ovozi yangrab tursin. Ilohim barchangizga rahmat deb muborakdan Oltinoy opa deganlar. Bu menimcha o'sha Aziz opam ijrosidagi alladan ta'sirlanib yozilgan noma bo'lsa kerak. Fayzli kun ijodkorlari, kuningiz xayrli bo'lsin, charchamang deganlar. Qashqadaryo viloyati Talimarjon shaharchasida yashovchi kuyovimiz Rizayev Olimjonni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ilohim singlim bilan qo'sha qari farzandlarini baxtu kamolni ko'rib yursin. Allohdan nimaiki so'ragan bo'lsa, barokatli qilib yetkazsin, hoji bobo bo'lib yursin inshaalloh deganlar. Singlim bilan birga ikki dunyo saodatini ko'rishlarini Allohdan so'rab qolaman. Doimo sog' omon bo'lsin, doimo baxtli hayot tilayman deb Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qumchuq qishlog'ida yashovchi qaynopalar nomidan Nilufar opa hamda bojalari Ozodbek aka chiroyli noma qoldiribdilar. Rahmat, biz ham tabriklarga qo'shilamiz. Assalomu alaykum Fayzli kun ijodkorlari, zo'rmisizlar? Bugungi kunni yaxshigina boshlab oldingizmi? Albatta, sizdek tomoshabinlarimiz e'tirofi va hurmati bilan biz doimo mana shunday yuqori kayfiyatda ijod qilishdan charchamaymiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qumchuq qishlog'idan Nasibaxonman. Bugun singlim Mehrinisonning shukrona kunlari, tavallud topgan kuni bilan samimiy tabriklayman. Bolalari huzur halovatini ko'rib yursin, barcha ezgu niyatlarga yetib, el ardog'ida bo'lsin. Singiljonim, yaxshi kunlaring, hamisha to'y bayramlaring ko'p bo'lsin deb yoningda turuvchi opajoning Nasibaxon hamda barcha amaki opajonlaring tabriklaydi deganlar. Mehrinisoxon, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Demak, galdagi noma. Assalomu alaykum Fayzli kun ko'rsatuvining ijodkorlari, kasbidan alangalik salomlar bo'lsin. Qashqadaryomizga ko'z tegmasin. Sizlarga esa ijodiy parvozlar tilaymiz deganlar. Fatimaxon ismli yurtdoshimiz chiroyli noma qoldiribdilar. Minnatdorlik bildiramiz. Assalomu alaykum hurmatli Fayzli kun boshlovchilari, ishlaringizni rivojini bersin. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan Samarqand davlat chet tillari institutidagi hamda G'uzor tumani 32-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi o'qituvchilarimni bayram bilan muborakbod etaman deya chiroyli fikrlarni qoldiribdilar. Assalomu alaykum Fayzli kun ijodkorlari. Bugun jiyanlarim Hasan va Husanlarni tug'ilgan kuni munosabati bilan tabriklayman. Ularga uzoq umr, baxt, saodat, salomatlik tilayman. Ota-onasiga rahmat olib keladigan farzandlar bo'lsin. Bizlarning baxtimizga hamisha boshlari omon bo'lsin, yuzlaridan kulgu tabassum arimasin deb tilakka qo'shilib qoluvchi bobosi Xursand, momosi Qurbonay aya, ammalari Malohat, Sevara, amakilari Rahmat, Mirolim, yangalari Dilafroz, Rahimalar nomidan katta ammasi Muhabbat ijodlarga baraka tilayman. Rahmat deganlar, sizga ham katta rahmat. Navbatdagi tabrik, demak, ustozlarimizni bayrami munosabati bilan yo'llangan ushbu tabrik ham demak, o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan birinchi ustozim Rasul va Gulchehra ustozimni va barcha ustozlarimni ustozlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. 53-sonli maktab o'quvchisi Qamashi tumani Jonbuz qishlog'idan Elatov Azamat ushbu nomani qoldiribdilar. Qolaversa, fikrlarni davomi, tabrikni davomi sifatida she'r ham yo'llaganlar ustozlar uchun. Ilm degan bog'ga bog'bon, bunday zotni topib bo'lmas. Otangizdek ulug' inson ustozga tosh otib bo'lmas. Qamashi tumani Jonbuz qishlog'idan, demak, Dilnura Elatova yozibdi ushbu chiroyli satrlarni. Rahmat, minnatdormiz. Assalomu alaykum Fayzli kun ijodkorlari, opajonim Gulnoz opamga omad tilayman deb Malikaxon o'z nomalarini yuborganlar. Juda ham yaxshi. Bizda hozircha shular. Aziz muxlislarimizdan keladigan tabriklarni birozdan so'ng albatta yangilari bo'lsa yana o'qib eshittiramiz. Hozir esa biz jamoa bilan suhbatimizni davom aylaymiz. Bugun ushbu jamoada faoliyat ko'rsatayotgan mana shu jamoa a'zolaridan yana biri Nodir akamga to'xtalmoqchiman. Bularni ham juda ham bir serqirra ijodkor desak bo'ladi, e'tirof etsak bo'ladi, chunki ko'p ijrolarni ko'rganmiz. Nodirjon aka, bugun mana jamoada ishtirokingiz bilan
ko'rsatuvimizga ham bir yaxshi kayfiyat ulashib turibsiz. Ayni pallada sizdan bir chiroyli xirgoyi tinglash maqsadimiz bor, agar imkoni bo'lsa. Rahmat avvalambor taklif uchun. Barcha ustozlarimizni 1-oktyabr ustoz Omrabiylar bayrami bilan tabriklaymiz. Ustoz Hasan aka Qurbonov, Yusuf aka Razzoqov, keyin Sadulla aka Badalov, To'raqul aka Samiyev, ishni farzandlari Otabek akamni hammalarini barcha ustozlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Endi mana shu folklor yo'nalishida o'sha oldingi aytilgan Juvoz qo'shig'i bor. O'shani ozgina hirgoy qilib beramiz. O'zingiz marhamat. Hayda hayda ot juvozga jo'r ovozim. Hayda hayda ot juvozga jo'r ovozim. Mayda mayda yanzig'irni shu otkinam qattiq ozim. Mayda mayda yanzig'irni shu otginam qattiq ozim. Shu otginam qattiq ozim. Hayda hayda juvozim. Ot juvozga jo'r ovozim. Hayda hayda ot juvozim. Ot juvozga jo'r ovozim. Sanatingizga ko'p tegmasin. O'sha paytlarda bu o'sha yog' olish, ya'niki zig'ir bobolarimiz juvoz haydashgani qo'lda, to'g'rimi? Men o'shaga ozgina qisqacha ta'rif berib ketaman. Qani marhamat. Qo'shiqni tug'ilishi mana boya yuqorida aytdik, yurt odatini bilay desang, to'ylarni ko'r, to'ylarni ko'r. Ya'ni bu o'zligimizda o'sha to'y urf odatlarimizda o'sha qo'shiqda mujassam qilinganda urf odatlarimiz shuni negizida bu qo'shiq yaralgan. Ya'ni o'sha paytda qadimda xuddi boya opamiz aytganlaridek ota bobolarimiz otga omoch baylab juvoz haydashganda o'sha otni yurg'izib yog' ezib zig'ir yog' olishgan ekanda. Shuni ustozlarimiz Hasan aka Qurbonov, ustozimiz Yusuf aka Razzoqov bilan birga ustozni Hasan Qurbonov qalamlariga mansub yozganlar. Shu o'sha juvozni haydab ajratilgan yog'dan keyin to'yga yoqqa bu yoqqa ketgan. Shu qo'shiq hozir Nodirjon ijro qilgan qo'shiqda aynan shu qo'shiq yaralgan vaqtda boya yuqorida ham aytdim, Sadulla akam Badalov o'zlari ijro qilganlar shu qo'shiqda aynan. Shuni talqinida aytdilar hozir Nodirjon ham. Shu qo'shiqda o'sha to'yxona haylanib davomi o'sha boya yurt odatini bilay desang, to'ylarni ko'r. O'sha 2008-yil yaralgan bu qo'shiq. 2008-yil yaralgan. O'sha 2008-yil o'zlaringiz bilasizlar, Kitob tumanida Asrlar sadosi forum bo'lganda, o'sha Asrlar sadosida shu qo'shiq yaralib, shu qo'shiq bilan chiqqanmiz biz sahnaga. Bu qo'shiqda bir 10 minutlik dasturi bor, to'lig'i. 10 minutlik dasturning ichida butun o'sha Qashqadaryoni to'yini, urf odati, aynan kitobning urf odati o'sha qo'shiqning ichida jamlangan. Xuddi shunday so'zlarida keltirilgan. Xuddi shunday. Teatrlashgan tarzda-da. Teatrlashtirilgan, tomosha bilan qo'yilgan. Uni endi juda katta edi. Uni nimasi hali bir kun Xudo xolasa uni ham bir kun tashkillashtirib. Uni o'zi bitta katta asar. Xuddi shunday. Bemalol, to'g'rimi? Mana shu uni o'zi bitta ko'rsatuvda, to'g'ri. Bitta ko'rsatuv. Juda yaxshi. Unga bo'lmasa alohida to'xtalamiz hali Ilyos aka. Rahmat juda ham chiroyli ta'rif uchun. Aynan har bir qo'shiqni yaralishida ham juda bir katta hikmat borda. O'z-o'zidan yaralib qolmaydi. Qancha ustozlarning mehnati singadi, qancha ijodkorlar bunda mehnat qiladi. Mehnat mavsum qo'shiqlari yoki o'sha urf-odat qo'shiqlari, ayniqsa mehnatga qaratilgan qo'shiqlarda o'sha mehnat mashaqqatini yengillashtirish va ish unumdorligini oshirish maqsadida yaralgan ekan. Ya'ni o'sha biz o'sha o'qigan xalq og'zaki ijodi kitoblari to'plamlarida aynan shunday keltirilgan. Bu o'sha mehnat qilayotgan juvozchimi, dehqonmi, hammasida o'sha ko'tarinki kayfiyat bag'ishlab o'sha ishning unumdorligini oshirgan ekan. Juda ham yaxshi. Endi hozir jamoa repertuariga qaraydigan bo'lsak, Toshpo'lat aka, demak 2022-yilda yaratilgan jamoaning chiroyli bir ijrolari, qolaversa o'sha chanqovuzdan popuri tarzda yaratilgan qo'shiq bor hozir. Keling shu ijroni ham bir ko'rsak, eshitsak, tinglasakda, keyin yana dasturimizni birgalikda suhbat jarayonlarini davom ettirsak. Sahnaga chiqamiz unda yana bir marta sizlarni taklif qilamiz sahnamiz markaziga. Demak, chiroyli ijro bo'ladi, jamoa ijrosida birgalikda yana tinglaymiz. Marhamat azizlar.
yaşı qarı ürü qız qani to'yga marhaba 30dan oshdi yoshing yurtim bo'lsin muborak sho'xdim biram ovozi tinchlikdan birar darak ilma tinchlik bor bo'lsin yurtima obod yor bo'lsin bayram avji har yerda yoshi qari o'ylab kulsin hayyari Martını kuylaylik, baxshi termasi bilan martını kuylaylik, do'mbiram ovozi yetsin, tomog'i bu mashriqqa, bayram kuyi taralsin, jiddiy olam borliqqa, shodon bo'lsin doimo, o'zbegimni illati, shu bayramlarga loyiq, O'zbekiston millati. Xo'sh, xo'sh, o'tirma bo'sh, xo'sh, xo'sh, o'tirma bo'sh, qani kel, beri kel, davraga tush, qani kel, beri kel, davraga tush. Qashqadaryo ilimda bayram bo'lsin, to'y bo'lsin. Xo'sh, xo'sh, o'tirma bo'sh, qani kel, beri kel, davraga tush. Cho'ponlarning qur'asi, suruv qo'y bo'lsin. Cho'ponlarning qur'asi, suruv qo'y bo'lsin. Do'st tegmasin ilimga, dehqonlari boy bo'lsin. Do'st tegmasin ilimga, dehqonlari boy bo'lsin. Boy bo'lsin, boy bo'lsin. Yurtima omad yor bo'lsin. Boy bo'lsin, boy bo'lsin. Yurtima omad yor bo'lsin. Juralar hoy juralar alpomish kiyov turalar Juralar hoy juralar alpomish kiyov turalar Yurtimning to'ylarida xizmatga tayyor juralar Yurtimning bayramida o'ynashga tayyor juralar Buvalar hoy buvalar yoshi ulug' boy buvalar Buvalar hoy buvalar yoshi ulug' boy buvalar Yurtimning to'ylarida kayvoni sarkor buvalar Yurtimning bayramida o'yinga tayyor buvalar Jo'rasiz to'y o'tmaydi, jo'rasin unutmaydi Buvasiz to'y o'tmaydi, duosiz to'y o'tmaydi To'y bayramlarida o'yinga tayyor jo'ralar To'y bayramlarida o'yinga usta jo'ralar Jurajon davraga choping, kami ko'stingizni yoping. Qani bahona toping, tayyor bo'ling jon juralar. Buvajon davraga choping, iloyim baraka toping. Yigitlar og'zini yoping, hadishda sarkor buvalar. Yigitlar shashtini yoping, hadishda sarkor buvalar. O'ynang, o'ynang hoy juralar, o'ynang, o'ynang boy buvalar. Shashtingizdan qolmasin davrada bo'sh joy juralar. O'ynang, o'ynang hoy juralar, o'ynang, o'ynang boy buvalar. Shashtingizdan qolmasin davrada bo'sh joy juralar. G'izbang yovuzda hey nolasi chan qovuzda G'izbang yovuzda hey nolasi chan qovuzda Chiq kapadan chiq opajon chan qovuzda Chiq kapadan chiq opajon o'ynaymiz chan qovuzda Sadosi bo'lak chan qovuz So'ylaydi ertak chan qovuz Sadosi bo'lak chan qovuz Hey, so'ylaydi ertakka chan qovuz G'izbang chan qovuz O'ynatar o'ynang chan qovuz G'izbang chan qovuz O'ynatar o'ynang
o'ynang chanqovuz. O'zbada qizbak ovozda nolasi chanqovuzda. O'zbada qizbak ovozda nolasi chanqovuzda. Chigirmaga jo'r bo'ladi, eshitgan o'ynab kuladi. Chigirmaga jo'r bo'ladi, eshitgan o'ynab kuladi. Biron tilim sayraydi, yurtimni kuylasam yurtimni. Biron tilim sayraydi, yurtimni kuylasam yurtimni. To'yingdan aylanay o'zbegim, to'yingdan aylanay o'zbegim. To'ylaringga yapa yarashgani, kuyingdan aylanay o'zbegim. To'ylaringga yapa yarashgani, kuyingdan aylanay o'zbegim. Qashqadaryo! Qanday nur! Qashqadaryo! Tashakkur, rahmat. Salomat bo'linglar, marhamat. O'tirib olishinglar ham mumkin. Chiroyli ijro bo'ldi. Yana bir bora rahmat deymiz. Haqiqatan ham Nozmaxon, qanchalik- qanaqa endi kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyatlar juda a'lo. Albatta, men Ijodkorlarimiz, bilasizku, chanqovuz, ijodkorlar. bizg'a, do'mbira sadolarini juda yaxshi ko'raman, ayniqsa milliy kuy qo'shiqlarni. Hozir har safar aytaman, mana shu milliy kuy qo'shiqlarni, folklorlarni eshitsam, men bevosita bolaligimga qaytib qolaman. Aynan o'sha san'at maktablarida hayu chitdegu lapallarni aytib yurgan davrlarimizda yodimga tushadi. Hozir ham aynan o'sha vaqtlar yodimga tushdi va bular uchun mana shunday ajoyib musiqiy guldasta tayyorlab kelganlar uchun o'sha Zvongul xalq ansambliga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Menimcha bugungi bularning chiqishi tomoshabinlarimizda ham juda katta ko'tarinki kayfiyat ulashayotgan bo'lsa kerak. Albatta, alohida taassurot qoldiryapti, chunki hozir bir jamoani kuylayotgan har bir qo'shig'ida o'ziga xos ma'no borda. Mana to'ylarimizni, urf-odatlarimizni aks ettirilyapti. Qolaversa o'sha jo'ralar qo'shig'i hozir mana orada ketyapti-yu, popuri tarzda hammasi ijro etilyapti va mana chanqovuzlarni hozir mana Ayniqsa Toshpo'lat aka chanqovuzning chiroyli qilib chalib zamonaviy ohangga moslangani meni to'g'risi juda hayratda qoldirdi. tezkorlikda tezlashtirib hozir ijro Haqiqatan etib berdilar. Bu ham bir o'ziga xos mana shu san'atni ochilmagan qirralari desak, Yangilik bo'ldi qirralari desak, mubolag'a bo'lmaydi. bo'lmaydi. Haqiqatan ham minnatdorlik bildiramiz. Juda ham chiroyli. Hozir endi mana suhbatlashishimiz ham kelyapti, lekin baribir ijodkordan Ko'proq qo'shiq so'raladi. qo'shiq so'raymiz. Bo'lsa, bugun mana shu dillarimiz yayrab, o'ylaymanki, muxlislarimiz ham ko'rsatuvimizni miriqib tomosha qilishyapti-da hozir. Aziz opa, mana ko'p yillik mana shu jamoadagi ustoz sifatida siz bugungi kunda aynan mana shogirdlarni e'tirof etdingiz, ustozlarni yod etdingiz. Va nima deb o'ylaysiz, bugun mana folklor jamoasiga berilayotgan imkoniyatlar qanaqa va mana shu imkoniyatlardan foydalanib jamoa haqiqatdan ham mana harakat qilib kelyapti-ku, ha, to'g'rimi? Endi oldinga qo'yilgan maqsadlar, rejalar qanaqa mana hozir shu kecha kunduzda? Mikrofonni olasiz. Hozir men juda ham xursandman, yigitlarimizdan, mana shu yoshlarimizdan juda ham tinib tinchishmaydi, yangilik kiritib, ustozlarni ham o'z holiga qo'ymay, yangicha talqinda bir qator qo'shiqlar yaratishga shay bilan hozir yangi repertuarlar tayyor bo'lib qoldi, Toshpo'lat. Nasib etsa, ana shularda ham endi hozir butun respublika bo'yicha konsertlarga boramizda. Hozir mana prezidentimiz qarorlariga muvofiq Sirdaryoga bordik, hozir yana yangi boshqa bir viloyatga borish uchun tayyorgarlik ketyapti. Yangicha talqinda nasib etsa tayyor bo'lib qoladi. Ular qanday qabul qilishyapti? Baribir har bitta viloyatning o'ziga xos qadriyat, o'ziga xos ayniqsa Sirdaryoga bordikmi, Ilyos? Sirdaryoga Jizzaxga borganimizga, Baxmal tumaniga juda ham xalqi bizada ko'tarinki ruhda
qabul qilishdi. San'atimizda ham ular katta tashakkurnoma bildirishibdi hokimiyatimizga, ma'muriyat bo'limiga. Bilsa ham ulardan xursandmiz, juda mehmon qilishdi. San'atimizni ko'rsatib keldik. Nasib etsa boshqa viloyatlarga ham tayyor yangi repertuarlarni olib chiqishga harakat qilishga mana yigitlarimiz o'z hissasini qo'shish uchun tayyor turishibdi. Sizlarga ham omad tilayman. Rahmat, salomat bo'ling. O'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimizni kuzatib turgan muxlislarimiz ham kayfiyatlari bir qadar yuqori darajaga ko'tarildi. Sizning tashrifingizdan, sizning ijod namunalaringizdan. Endi biz yana qo'shiq eshitmoqchimiz. Kimdan hozir? Endi hozir Jamoaviymi yoki jamoaviy bilan yakka o'zim ijro qilaman. Chunki men o'zim shu qo'shiqni o'zimiz yaralishida ham tepasida turganmiz. Folklorga Rizvongul jamoasining repertuaridan yakka ko'rinishda bitta ijro qilgan qo'shiqimiz bor, Keljura deb nomlangan. Shu qo'shiqni ijro qilsak-da, hammani birgalikda ijro qilsak. Demak, bizning vaqtimiz ham chegaralanib qoldi. O'z yakuniga yetyapti ko'rsatuvimiz ham. Nozmaxon biz muxlislar bilan xayrlashsak-da, keyin Ilyos akam ijrolarida va jamoadan oxirgi final qo'shiqlarni tinglasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Aziz muxlislar, bugungi e'tibor va e'tirof uchun tashakkur. Boshlangan kuningiz barokatli bo'lsin. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ham mana shunday yuqori kayfiyatda sizlar bilan ko'rishishni umid qilamiz. Aziz tomoshabinlar, biz siz bilan o'tgan fursatlar davomida sizga yuqori kayfiyat ulasha olgan bo'lsak, o'z maqsadimizga erishdik. Mana shunday yuqori kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Har kuningizda xayr, baraka bo'lib, har kuningizda o'ylagan niyatlaringizga yetib yuring. Yana sog'lik, salomatlikda, xush kayfiyat bilan ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Barchaga omonlik tilaymiz, aziz muxlislar. Yana bir bor eslataman, bugungi dasturimizning mehmonlari Kitob tumani madaniyat bo'limi qoshidagi Rizvongul xalq etnografik folklor jamoasi bo'lishdi. Tashakkur va chiroyli ijro eshitamiz jamoadan. Marhamat. Sho'xliklarimizni qo'ymaymiz. Tongacha quramasin niye sho'xliklarimizni qo'ymaymiz. Kel jura, kuylada jura, o'ynada jura, kel jura. Kel jura, kuylada jura, o'ynada jura, kel jura. Doirani chalar dum-dum, umbara qasang rakada bum. Yor yuragim urar gum-gum, umbara qasang rakada bum. Doirani chalar dum-dum, umbara qasang rakada bum. Yor yuragim urar gum-gum, umbara qasang rakada bum. Yor yuragim urar gum-gum, umbara qasang rakada bum. Yor yuragim urar gum-gum, umbara qasang rakada bum.
Kelgila jo'ra kuylata